Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilar, pritsep ishqibozlari. Samarqand viloyatiga tayyorlangan asalari pavilyonimiz xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Pritsepimiz razmeri eni 2 metr, uzunligi 480. Asalari uchun pavilyon. Uch teshkali bo'ldi. Jami 54 ta asalar yashiga sig'adi bunga. Pavilyonimizda balonlar 15, 20 ta bo'lgani stupitsa diskasi. Risollarimiz katta pritsepda risollardan qo'yilgan. O'slarimiz rossiyskiy buroviy turbadan, materiallarimiz konteynerda materiallardan bo'lgan. Pavilyonimiz 3 etажli bo'lib tayyorlandi. Birinchi etaji, ikkinchi etaji, uchinchi etaji. Jami 54 ta yashik sig'adi bunga. Old orqasida eshiklari bor. Ochilib yopiladi bemalol. Tomlari lyukli. Namoz ochib ko'rsatamiz. Samarqand viloyatiga tayyorlandi bu pavilyonimiz. Ichlarida odam bemalol yuraveradi. Bu yashigimiz 3-etajda turibdi. 3-etajdagi arni bemalol ko'raveradi. Orqada bemalol arni ko'rib olib turib, yana joyiga qo'yib qo'yaveradi. 4-etajini polka qilib tepasiga skelet hisobida foydalanadi. Arni ramkalarini qo'yadi, shakarlarni qo'yadi. Xullas, arga ishlatadigan instrumentlarni hammasini qo'yadi. Hozir eshiklarimiz tepaga ochiladi mana. Lyukli. Tepaga ochiladi. Yozgi kunda eshiklarni ochib qo'ysa bo'ladi. Uchalasi ham ochiladi mana. Bunisi ham ochiladi. Uchinchisi ham mana. Uchalasi ham отдельно ochiladi. Lyukli. 4-etajiga ham ar qo'ysa bo'ladi, lekin jini ko'rishga qiyinchilik bo'ladi. Lekin ar ko'payib ketsa qo'yib olsa bo'laveradi yana ham. Bu tomonda ham eshiklari bor. Xullas, bitta odam bemalol qiyinchiliksiz ishlayveradi buning ichida. Yashiklarimiz hammasi ichkariga ochiladi. Ichkariga chiqadi. 54 ta semya sig'yapti. Kimga shunday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, ekranga nomer qo'yib qo'yamiz yozib. Buni xudo xolasa 100% bitkazdirib, egasiga yuboramiz. Evakuatorga yuklab, buni evakuatorga yuklangan videolarni qo'yib chiqaramiz. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimizni ekranga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xohlasalaring shu nomerga aloqa chiqaverasizlar. Ekranga ham yozib qo'yamiz. Shu nomerga ham telefon qilaverasizlar. 99 970 2204. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Buni ustidan ashibkalari bo'lgandan keyin juda ham bir chiroyli pritsep chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. O'zbekistonning barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish tekin.